Bugun 4-mikrorayon Chulquvar mahallasiga kelganmiz. Bahor supermarketini orqasidagi Novostroyka domimizni 3-qavatida joylashgan 2 xonali uyimizni obzor bilan sizlarni tanishtirib o'taman. 67 metr kvadratga ega bo'lgan uyimiz bo'ladi. Ko'rib turganinglar, bu zal qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda konditsionerlari bor, bu yerda esa 40 talik televizorlari ham bor ekan. Uyimiz mana shunaqa remont bo'lgan holatda, aboy qilingan, gilamlari, hamma uyda ko'rib turgan hamma mebel texnika jihozlari shu uyda o'zida qoladi. Xo'p, bu yoq esa kirib kelish eshik qismimiz. Kirib kelganimizda bizlarni mana shunaqangi переходный qismi kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqlar ham kengina. Kirganimizda o'ng tomonda oshxonasi joylashgan. Oshxonamizda mana kuxonniy mebellarni egasini aytishlari bo'yicha 20 millionga yasatgan ekanlar. Chiroyli chotka qilib yasalgan ekan. Bu yerda yana bitta ahamiyatga egalik joyi, to'q-konturli katyonlari bor, ya'ni Novostroyka dom bo'lgani bilan gazlashtirilgan domlardan hisoblanadi. Bu xonamizni ko'rdik. Bu yer esa spalnisi, ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ikkinchi xonamizda ham spalnilar qo'yilgan. Bu yerga ham bitta konditsioner qo'yib olsanglar, mana rezitkalar qoldirib ketilgan. Uyimizning holatini ko'rib turibsizlar, juda ham akkuratli, chiroyli holatda isitish radiatorlari o'rnatilgan. Bu yerdan esa tashqari manzaralarni ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizning atmosferasini ko'rdinglar. Joylashgan joyi, lokatsiyasi juda ham zo'r bu uyimizda. Bu yerda esa bitta sanuzeli совместный sanuzel bo'ladi. Tepasida esa suv yongichda o'rnatilgan. Ariston nasos hamma narsa bilan jihozlangan. Bu uyimizni egalari $52,000 deb aytishmoqda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamni qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bundan da zo'r uylarni sizlarga chiqarishda davom etamiz.